katta narsa, bularning bilimi menga kerak. Mahorati kerak. Marramiz baland. Ana shu marraga sizlar har daqiqada, har soatda, har soniyada tayyor bo'lishlaring kerak. Sizlarda bo'lgan iroda, sizlarda bo'lgan vatanparvarlik hissiyot, mujassam topgan fidoyi kasb hammaga ham nasib etmagan. Hech kimdan qo'rqmasimiz kerak, jasur bo'lishimiz kerak. Bunga hamma narsamiz bor. Buyuk tariximiz bor, kelajagimizga zaminimiz bor. Agar shunga munosib bo'lsak, natija bo'ladi. Yangi mudofaa doktrinamizni qabul qilganimiz bejiz emas. Buni hammasini tagida ertangi xalqimizning tinchligi, osoyishtaligi turibdi. Yoshimizga nevaramiz kelgancha biz ularga tinchlik, osoyishtalikni ta'minlab berishimiz kerak. O'shanda bizning vijdonimiz toza bo'ladi. Ana shunga qodirmi biz? Shunga munosibmi biz? Unga bahoni xalqimiz beradi. Bayram bilan sizlarni tabriklab, sihat salomatlik tilayman, oilaviy baxt tilayman. Iloyim yurtimizga ko'z tegmasin.